aksiyalarga investitsiya kiritish jarayonida signallar bilan hech qachon boy bo'la olmaysiz. Bu narsani bir tomondan plyus tomonini men sizga ko'rsatib beraman. Xo'p, qisqartirib tushuntiraman. Agar siz passiv investitsiya ko'rmoqchi bo'lsangiz, ya'ni passiv investitsiya qilib, oylik 3-5% gacha foydasi yetarli bo'ladigan bo'lsa, siz uzoq muddatli investitsiyalarni qilib, aksiyani olib qo'yib, 1 oy, 1,5 oy ushlab kutib ishlasangiz bo'ladi. Bu holatda siz momentum kirishingiz muhim emas. Sentlarga tegidan o'sha shart emas bu jarayonda. Lekin agar siz professional savdo qilmoqchi bo'lsangiz va swing trade qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu earningslarga qarashni xohlasangiz, ili momentum savdolar qiladigan bo'lsangiz, professional savdo qisqa qilib aytganda, bunaqa narsaning iloji yo'q. Signallarga ishonib qolmang. To'g'ri, shartli ravishda trading o'rganayotgan momentda hozir men o'zimda ham bor bunaqa imkoniyat, boshqa joylarda treyderlarda ham bor bu imkoniyat. Kurs o'rganadigan bo'lsangiz, 1 oy, 2 oy tekin signal beradi. Mana shu 1-2 oy ichida shartli ravishda siz shu o'rganishingiz mumkin. O'rganish jarayonida signal bilan ishlashingiz mumkin. Lekin o'rganib bo'lib turib o'sha signal bilan ishlash vaqtda xato narsa. O'zingizni jarlikka tashlash bilan barobar bo'ladi. Bu yerda sizga kerak risk management, undan tashqari psixologiya kerak va trading logikasini tushunish kerak. Buning uchun agar savdolarni umuman tahlil tushunmagan bo'lsangiz, siz umuman tradingda foyda ko'ra olmaysiz. 1 oy, 2 oy, 3 oy ishlaysiz, qolgan oylardan o'sha minusga kirib ketasiz. Agar signallar bilan ishlab minus qilib yuradigan tanishlaringiz bo'lsa, videoni ostiga belgilab keting. Va soha haqida qiziqarli informatsiyalarni bergim kelyaptilarga shu profilga o'tib obuna bo'lib qo'yasiz.